Aka, to'g'risi. Aka, to'g'risi. Aka, to'xtatganimiz sababi qaytimiz qolib ketgan ekan. Mana bu olgan mahsulotlaringiz. Bizni do'ganimizda. Ko'p kelib turing. Rahmat aka, sizga. Aka, tushunmadim. Nimaga meni mahsulotlarimni odamga berib oldingiz? Aka, ming bor uzr. Hozir hammasini joyiga qo'yamiz. Buni qilganimiz sababi kastimning ichiga bitta non solayotganda ko'zim tushib qolgan edi. Bu odam o'zi aslida bunaqa inson emas. O'zi asli diyonatli inson. Yigit kishini boshida og'ir kunlar bo'lar ekan. Shunga o'g'lini oldida hijolat qilgim kelmadi. Sizning narsalaringizni berib oldim. Bo'lmasam, bunday qilamiz aka. Shu narsalarning pulini men to'layman. Sizga o'xshagan insonlar ko'paysin.